Akalar, qosh qatirishda bir ikkita sir asrorlari bor. Men sizlarga uni qatirish davomida ko'rsatib berishga harakat qilaman. Mana ustagalar ko'rganinglardek kasetamiz shu holatda qatiriladi. Assalomu alaykum akalar. Men ismim Xudoberdi, yoshim 17 da. Men yangi obyektda ish boshladim. Bu videoni olishdan maqsad ko'pchilik qatirish jarayonlarini ham video qilib chiqaringlar degani uchun biz bu videoni oldik. Bu ishimda Xudo xolasa sizlarga qanday qatirish jarayonlarini video qilib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Akalar, men sizlarga reka qatirish jarayonini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Biz bu yerga osmos qo'yganmiz. Bu osmonimiz ikkita vazifani bajaradi. Birinchi vazifasi bu yerga biz tanni o'rnatamiz. Tanning orqasida shilipka bo'ladi. Shilipkamiz to'g'ri va chiroyli chiqish uchun biz buni osmoq hisobida osib qo'yganmiz. Mana akalar, ko'rishingiz mumkin. Mana shu holatda bo'ladi. Chiroyli va mustahkam bo'ladi. Ikkinchi vazifasi esa akalar, qoshimizni ushlab turish uchun osmoq hisobida osib qo'yganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerdan samiriz uriladi, mana bu yerdan. Shilipkamizni soat ko'rsatib o'tganimdek holda qatilaydi. Mustahkam va chiroyli chiqadi. Bir o'q bilan ikkita quyonni urib o'tib ketsanglar bo'ladi. Akalar, men hali yoshman, sizlarga shunchalik shunaqa tushuntirib berishga harakat qilyapman. Tushuntira olmayotgan bo'lsam uzr. Bir narsani tushuntirib o'tib ketaman akalar. Biz bu yerda qoshimizni kattasidan foydalanganmiz. Bu esa kichkina qoshimiz. Qoshlarning razmeri har xil bo'ladi. Joylarga qarab va qoshlarga qarab sizlar razmerini o'zgartirsanglar bo'laveradi bemalol. Ko'rishingiz mumkin, reka to'qish jarayonini o'z yakuniga yetkazdik. Endi biz tunukamız qatirish boshladik. Sizlarga tunuka qatirish jarayonini yoritib berishga harakat qilaman. Biz tunukamizni qosh qismini qatirishdan boshlaganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerdan va mana bu yerdan samiriz urganmiz. Operator liniyasini ko'rsatib qo'ying. Akalar, liniyasini ko'rib o'zingizlar bir baho berasizlar. Ko'pchilik odam o'ylashi mumkin, sen qoshni stoykani o'ziga qatirib qo'yapsan, mustahkam bo'ladimi deb o'ylashingiz mumkin. Albatta mustahkam bo'ladi. Biz bu yerga ikkitadan samiriz uramiz, mana ko'rishingiz mumkin. Mustahkam bo'lish uchun biz buni eni kattaroq shilipka taxtamizdan foydalanganmiz. Bizga ko'pchilik tomonidan bir savol kelib tushadi. Mishiq ko'p yuradi, mishiqni ko'taradimi deganlar uchun Real Madrid va Barselonani mishiqlari kelib futbol o'ynasa ham bu yer bemalol ko'taradi. Akalar, qosh qatirishda bir ikkita sir asrorlari bor. Men sizlarga uni qatirish davomida ko'rsatib berishga harakat qilaman. Akalar, mana biz qosh qatirish jarayonini boshladik. Bu qoshimizni ko'p uchraydigan holatlardan biri vanna bo'lib ketish ehtimoli bor. Bu vannani yo'qotish uchun biz bir usuldan foydalanamiz. Hozirgi videoda sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Qoshimizni o'rta qismidan sal balandroqqa ko'tarib bitta samiriz uramiz. Va ikkinchi chekkasidan pasaytirib samiriz uramiz. Ko'rishingiz mumkin, vannamiz yo'q. Yana ko'rishingiz mumkin, chokamiz juda chiroyli chiqqan. Bunaqa chiroyli chiqish uchun birinchi navbatda rekamizga bitta liniyada to'g'ri qatirib olishimiz kerak. Ikkinchi o'rinda esa bukib beradigan olsak, har birini bir xil razmerda chiroyli bukib berish kerak bo'ladi, akalar. Ko'rib turganinglardek qoshimizni qatirib oldik. Eng navbat kaseta qatirishga. Kasetamizni oldiga ip tortib olganmiz. Bundan maqsad kasetamizni peshonasi bir tekisda chiqishi uchun. Ko'rib turganinglardek mana orqaga ham reka tortib olganmiz. Bu rekani qoshimizdan 5 sm tushirib tortib olganmiz. Nimaga desanglar, bizni kasetamiz peshonasi 5 sm tushgan. Endi sizlarga qatirish jarayonini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Keling aka. Bismillah. Mana akalar, ko'rganinglardek bu kasetamiz peshonasi ichkari tomondan qatiriladi. Endi orqa tomonidan qatirishdan oldin esa kasetamiz peshonasini ipga to'g'rilab ko'rib olamiz. Qatiring aka. Qatiravering. Mana ustagalar ko'rganinglardek kasetamiz shu holatda qatiriladi. Ko'rib turganinglardek kasetalarimizni qatirib oldik. Endi navbat kanis qatirishga bir qator sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu kanizimizni tili ichkariga qarilgani uchun samirizni ichkaridan uramiz. Buni birinchi sababi tashqaridan ko'rganda samiriz ko'rinmaydi. Ikkinchi sababi esa o'ta chiroyli turadi. Sizlarga ham shuni maslahat beraman. Akalar, sizlarga ham ipga ishlashingizni maslahat beraman. Sababiki mustahkam va bir tekisda chiqadi. Akalar, ko'rib turganinglardek kaniz qismimizni tepa qismini qatirib oldik. Endi navbat past qismiga. Past qismiga kanizimizni razmerida ip tortib olamiz va mana bunaqa narsalar qoqib chiqamiz. Sizlarga hozir qoqib ko'rsataman. Qoqishimizdan maqsad akalar, ishimiz chiroyli va mustahkam chiqadi.
Mana ishimizni oxirgi etabiga yetib keldik. Bu etapda tanlovimiz qatiramiz. Bu sizlarga abraza sifatida ko'rsatiladi. Mana ko'rishinglar. Taylari yopishgan va chiroyli turadi. Yana xudo xohlasa Mana xudo xolasa 3 kunlik mehnatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Video ishlashcha qiyinroq ekan. Endi harakat qildik qo'limizdan kelgancha, kamchilik xatolar bo'lsa kechirasizlar. Keyingi ishlarimizda, keyingi videolarimizda kamchiliklarni to'g'rilab, chiroyliroq, mukammal video ishlashga harakat qilamiz. Do'stlar, biz video boshida aytganimdek, bu videomiz ko'pchilik so'ragani uchun tayyorladik. Sizlarga bu ishlar oddiy holdir. Ko'pchilikka sal qiyinroq, yangilik narsalar ekan. Shularda telefon qilib so'rashgani uchun biz shularga yordam bo'lsin, manfaatli video bo'lsin ko'pchilikka deb shu videoni tayyorladik. Xudo xolasa ukamiz juda yosh, 17 yashar. Iliq fikrlar qoldirib motivatsiya berasizlar degan umiddamiz. Nima deydi haligi, negativ bildirib ukamiz ruhini jichani aqib qo'ymaylik. Xudo xolasa kelajakda katta usta bo'ladi, qobiliyati bor bola. Gapimizni har doim yerda qoldirmasdan chiroyli qilib ishlashga harakat qiladi. Ukamizga ham malades. Akalar ko'rib turganinglardek ishimiz o'z yakuniga yetkazdik. Kamchiliklari bo'lsa uzr so'raymiz. O'zingizlar ko'rib bir baho berib berasizlar. Yana bir narsani aytib o'tib ketaman. Shu darajaga yetishimga sababchi bo'lgan inson Sa'dun akam bu meni ustam bo'ladi. Ustamga kattakon rahmat aytaman va Erkin akamga. Bular menga shu zo'r sharoitlar yaratib berayotgani uchun kattakon rahmat. Malades uka, kelajakda katta usta bo'lib yetishingizga xalq xizmatidan charchamang. Biz tilakdoshmiz. Siz zo'r usta bo'lsangiz, biz xursandki. Ishlaringizga omad. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga ham shunaqa chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa, doim aloqadamiz.